Yoshlik, orzular va quvonch bir sahnada jam bo'ldi. So'nggi qo'ng'iroq munosabati bilan tashkil etilgan gala-konsert Nasaf markaziy stadionida minglab bitiruvchilarni birlashtirdi. Ko'zida katta orzular bilan kelgan yoshlar uchun bu kecha haqiqiy bayramga aylandi. Qarshi shahrida Axborot texnologiyalari va menejment universiteti homiyligida katta konsert tashkil qilingan. Bevosita o'zim ham shu universitetda ishlaganim uchun mana shu joyga kelganlarning kayfiyatiga kayfiyat ulashish, ular bilan yanada ham yaqinroq bo'lish uchun keldim va haqiqatda kelganimdan afsusdamasman. Chunki qo'shiqlarga hamohang, Qashqadaryo xalqining ko'tarinchiligi, ularning kayfiyati, yonayotgani bizga ham energiya beradi, quvvat beradi. Konsert davomida mashhur san'atkorlar o'zining ijrolari bilan sahnani yanada qizitdi. Qo'shiqlar, raqslar va yoshlarning shod qiyqiriqlari maydonni haqiqiy bayram muhitiga burkadi. Har bir chiqish bitiruvchilar uchun unutilmas xotiraga aylandi. Bilasizmi, har yil 25-may kelsa, shu yilni o'zida maktabni bitkazayotgandek hayajonlanaman, to'g'risi o'zim ham. Shuning uchun men hamma bitiruvchilarimizga hayot yo'lida omadlar, muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Niyatlariga yetishsin. Qashqadaryo muxlislarimiz juda ham iliq kutib olishdi bizlarni. Juda ham shunaqa emotsiyalar bilan chiqib ketyapman hozir, to'g'risi. Hali ham hayajon bor. Atmo universiteti hammaga mashhur, hamma biladi. Biz ham bilamiz, juda ham zo'r universitet. Eng zo'r deb bilamiz biz. Bizning universitetimizda hozirgi kunda 15 mingdan ortiq talabalar tahsil oladi. Shulardan 2 ta fakultetimiz, 6 ta kafedramiz va 20 dan ortiq bakalavr yo'nalishlarimiz, 6 ta mutaxassislik bo'yicha magistraturada talabalarga tahsil berib kelmoqdamiz. 2026-2027 o'quv yiliga qabul kvotasini tasdiqlab oldik. 1-iyundan 2026-yil 1-iyundan qabul jarayonlarini boshlaymiz. Tadbirning eng qiziqarli qismi esa sovrinli o'yinlar bo'ldi. Yigit-qizlar o'rtasida tashkil etilgan interaktiv bellashuvlar kechaga yanada zavq bag'ishladi. Shuningdek, grant sohiblariga sovg'alar katta tantana sifatida topshirildi. 29-marta. Quvnoqlar va zikkolarga qatnashib, nasib qildiki, birinchi o'rinni ko'pni qo'lga kiritdik va Atmoga, universitetga talaba bo'ldik. Grant asosida bundan juda ham xursandmiz va Atmoga juda ham katta ulkan jamoamiz nomidan rahmat aytamiz. Hammalaringizga rahmat. Bunaqa grantga kirish juda mashaqqat, juda. Tushishingiz kerak bo'ladi. Qish, bahor, yoz, umuman tinmadik. Hattoki kechalari maktabga kelib ishlab ketardik. Juda ham xursandman. Bunaqa jamoa bilan shug'ullanganimdan, bunaqa ustozlarim borligidan o'zlari joyda o'tiribdilar. Juda ham xursandman. Ojonimga rahmat aytaman. Har doim qo'llab-quvvatlab shu yerga job kelganlar uchun rahmat aytaman. Rahmatlarimizga ayniqsa. Grant asosida maktab o'quvchilari o'qishga qabul qilindi. Bu xususda qanaqa ma'lumotlar bor? Bu hali nima deydi, 100 dan 1-2% ginasi bu. Bu hali 98% 2026-2027 o'quv yilida abituriyentlarni universitetimizda kutib turibdi. So'nggi qo'ng'iroq gala-konserti nafaqat bayram, balki yangi hayot ostonasida turgan yoshlar uchun katta ilhom kechasiga aylandi. Tadbir davomida yangragan har bir qo'shiq, har bir olqish va har bir tabassum bitiruvchilar xotirasida endi uzoq saqlanadi.